Assalomu alaykum, hurmatli YouTube tomoshabinlari. Yana Piramidus kanalidan chiqyapmiz. Sherali akamizni gazoblok sexidan. Mana gazobloklari. Gazobloklari haqiqatan beton. Вообще. Haqiqatan Samarqand zonada bunday gazoblok hali ko'rganim yo'q. Endi ko'pirtirish emas yoki maqtash emas. O'zingiz kiyib ham ko'rsangiz o'zi bilasiz, sifat haqiqatan вообще konkret. Mana bu tomondagilar o'rab qo'yilgan. O'ramasa ham bo'ladi, prosta ustida mana qor bo'lib turib, ortiqcha tek neudobno bo'lib qoladi. Mana o'zi ba'zi zakazga chiqilgan, o'zi yaqinda chiqib ketadi bu tomonlar. O'zi bugun erta ortilish kerak. Ob-havo hozir mana ancha ilib qoldi. Rishta sifati lekin haqiqatan tam berish kerak. Вообще ideal. Bloklarimizda og'irligi 100% qurigan holatda 21-22 kg bo'ladi. Hozirgi detabirish 25, 24, 26 kggacha og'irligi. Вообще lekin tavsiya qilaman olishini. Xudo xolasa endi bizlar ham apparat zakaz qilmoqchimiz Sherali akamizga. Shu polnisda gazoblok liniyasini yo'lga qo'yib beradi, kelishilgan narxlarda. Qoliplarni ko'p kamligiga qarab. Mana bular ko'ryapsiz, idealni. Burchaklari ham вообще idealni. Bunday ham geometrik holatda вообще. Gap ustani qo'lida bo'lar keyin terish. Mana usta ham haqiqatan cho'tki teradigan bo'lsa, вообще idealni chiqadi. Gap yo'q, lekin blogiga ham, apparatlariga ham mana Sherali akamizning nimasi, ishxonasi. Sherali akamizning ishxonasi, baq, xohlasangiz polistirol blok ham chiqaradi. Keyin termotravertin ham chiqaradi. Termopanel deydimi, termotravertin deydimi, o'shandan ham chiqaradi. Termopaneldimi, termotravertin o'shandan ham zakaz bersangiz bo'ladi. Misol uchun uyda bundan qurasiz, fasadiga nimadir qilishingiz kerak. Masalan, shkaturka urasiz yo u bu narsa qilasiz-ku. O'shanga tayyor bu kishidan agarda gazoblokni ham Sherali akamizdan olsangiz, keyin betiga misol uchun mana termopaneldan ham olsangiz, sizga ikki tomonlama ham arzonlashtirib beradi. Gazobloklarimizning narxi hozir 18 ming ekan bu yerda, lekin sifatiga yarasha haqiqatan sementni ham avaylamay qo'shgan. Apparatlari ham zo'r, retsepi ham zo'r, haqiqatan juda cho'tka, lekin tan berish kerak. Shu boyni aytdim-ku, yana ko'pirtiryapti o'ylamaysizlar. Men o'zi apparatga kelganman bu yerga, shu gazoblok liniyasi olishga, zakaz berishga kelganman, lekin haqiqatan idealni. Blogi ham haqiqatan idealni. Agarda apparat sotib olsangiz, qo'shimcha ichidan o'sha retseptini ham cho'tka o'zlari olib berib, mana shu uchun 15 ta bo'ladimi, 20 ta qolip bo'ladimi, o'sha qoliplarni polnisda chiqarib, sizga 100% o'rganganingizcha boshingizda turib, mana buni muncha qo'shadi, bunisini muncha qo'shadi deb hech qanaqa sir sinovat bo'lmaydi. Kak o'zini blogida blog chiqarib beradi. Ko'pchilik inson apparat sotadi, u bu qiladi, baribir bitta sirni olib qoladi. Bu yo'q, vaqtda unaqa narsa yo'q. Idealni qilib, o'zinikida xohlasangiz, ishonmaydigan bo'lsa, o'zini ishxonasiga kelib ham ko'rib, ustida turib, retseptlarni o'rganib, toshni, apparatlarni zakaz qilib, apparatlarni e'tirof zakaz qilsangiz, o'zi bag'i nasib qilsa, o'zi bag'i bahorda masalan aprel oylarigacha, masalan mart, aprel, may oylarigacha bemalol o'rnatib nima qilsangiz bo'ladi yo'lga chiqib. Apparat shu где-то shu 11 minglar atrofi turadi. 20 ta qolip bo'ladi. 20 ta qolipdan 10 tasi paddon, 10 tasi bortlik bo'ladi. Keyin suv bochka 2 tonnalik taydagi bo'yna isitgichlari bilan meshalkalari bo'ladi. Keyin avtomat reskasi bo'ladi. Avtomat reskasi ham haqiqatan idealni yasagan. Idealni yasagan, millimetrga qochmaydi. Cho'tka yasab, o'zini ichida retseptlari bilan hamma narsa qo'shilib beriladi. Mana blok zakaz qilmoqchi bo'lsangiz blok. Mana bu yerda bular 30 ga 20 60 razmerdagilar. Yana o'z tomonda klionkantaydi ham bor ekan. Mana bu yerda ko'rsatib qo'yib mana. Bular 12 ga 30 60 1 gradusni uyda bo'lishga bu ham вообще gap yo'q. Beton. Nasib endi bizlar ham xudo xolasa yo'lga qo'ysak, mana shunday retseptni chiqarishga harakat qilamiz xudo xolasa. Idealni вообще sifat
nomer 1. Ko'p gazoblok sexlarga bordim, lekin bunaqa sifat ko'rganim yo'q haqiqatan. Sifati vahshiy ideal. E'tiboringiz uchun rahmat. Gazoblok zakaz qilmoqchi bo'lsangiz, Sherali akamizdan zakaz qiling. Nomerlarni qoldiraman. Gazoblok apparatlar desangiz, gazoblok apparatlarini o'zlaringizga tiklab, 100% qilib ishga tushirib beradi. E'tiboringiz uchun rahmat.